Muhtaram muxlislar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni skrinshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Aytgancha, xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining siz umuman kutmagan, ammo barcha uchun qiziqarli bo'lgan tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizday Rossiya imperatritsasi Yekaterina II ot bilan bog'liq bo'lgan fojiaviy hikoyasi haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1729-yilning 2-may kuni Prussiya qirolligining Stettin shahrida knyaz Kristian August Angal-Tserbitskiy oilasida dunyoga kelgan Yekaterina II haqida Turfa olam shu kunga qadar bir emas, o'zining bir necha roliklarida ma'lumot berib o'tgan, buni bilasiz. Shuningdek, biz Yekaterina II va uning 21 nafar o'ynashi nomli roligimizda bu asli kelib chiqishi, suv qo'shilmagan nemislarga borib taqaladigan oyim tillaning umri davomida o'sha davr tarixchilariga ma'lum bo'lgan o'ynashlari to'g'risida ham aniq faktlar keltirib o'tganmiz. Biroq biz hali tarixda imperatrisaning tarjimai holida qolib ketgan ot mavzusiga qo'l urmagandik. Bugun shu mavzuni o'zimizning aniqrog'i Turfa olam uslubida tarixiy faktlar bilan yoritishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Rossiyada bugungi kunda o'quvchilarga va yosh avlodga o'qitiladigan tarixda Rossiya imperatritsasi Yekaterina II ning o'limi quyidagicha bayon qilingan. Diqqat bilan eshiting. 1796-yilning 16-noyabr kuni Yekaterinaxon ertalab har kungiday soat 7 da turib, o'zining yotoqxonasidagi hojatxonaga kiradi. Buni rus tarixchilari hozirda Yekaterina ertalab turib garderobga kirdi deb yozadi. Xullas, 7:00 da hojatxonaga kiradi va u yerda ko'p qolib ketadi. Bu kunlarda, ya'ni 1796-yilda Yekaterinaning kamerdineri Ivan Tyulpin degan kishi bo'ladi. Ivan Tyulpinni keyinchalik saroy amaldorlariga bergan ko'rsatmasiga ko'ra, Yekaterina hech qachon hojatxonada 10 daqiqa qolib ketgan emas. Kamerdiner Tyulpin oldiniga imperatritsani Ermitajda sayr qilishga ketdi deb o'ylagan. Bundan kelib chiqadiki, uning hojatxonasida kirish va chiqish eshiklari bir emas, ikkita bo'lgan. Tyulpin imperatritsani ketganiga ishonch hosil qilish uchun uning kiyimlari turadigan shkafni ko'zdan kechirishga qaror qiladi. Ammo u Yekaterinani shkafidan hech bir kiyim olinmaganini ko'rib, imperatrisa hojatxonasiga kiradi. Kamerdiner Ivan Tyulpinning bergan ko'rsatmasiga ko'ra, kamerdiner kirgan paytda Yekaterina II ko'zlari ochiq, hushsiz holda yerda yotgan. Keyin u tabiiyki darhol saroydagi barchaga xabar bergan. Buni qarangki, xizmatkor Tyulpinning gapiga ko'ra, o'shanda imperatritsani ko'tarishga 2 odamni kuchi yetgan emas. So'ng ko'pchilik bo'lib uni yotog'iga qo'yishadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Yekaterinaning ingliz shifokori John Samuel Rogerson yetib keladi va u birinchi yordamni ko'rsatadi. Biroq bu paytda uning tana harorati juda ko'tarilib ketgan va shaxsiy shifokori Rogersonni ko'rsatgan yordamlari natija bermayotgan edi. Imperatrisa hushidan ketib yotib qolgandan bir kun o'tib, aniq sanalarda 1796-yilning 17-noyabr kuni ertalabki soat 9larda bu olam bilan o'sha yotgan to'shagida vidolashadi. Bu aytgan ma'lumotlarimiz, shuni unutmangki, rasmiy va isbotlangan ma'lumot hisoblanib, bugungi kunda Rossiya tarixi bo'yicha barcha ta'lim maskanlarida yoshlarga mana shu biz keltirgan voqea o'qitiladi. Ammo Yekaterina II ning o'limi bilan bog'liq boshqa bir tarixiy fakt ham bor. Bu fakt avvalgisidan ko'ra kengroq va ko'proq tarqalgan bo'lib, ko'pchilik Rossiya tarixi bo'yicha mutaxassislari aynan shu faktni Yekaterina II ning o'limi to'g'risidagi aniq va sof tarix deb qabul qiladi.
Endi bu kishini hayron qoldiradigan faktni o'zini aytamiz. Rossiya imperiyasining tarkibiga kirgan Varshava guberniyasida 1849-yilning 19-noyabr kuni tug'ilgan polshalik tarixchi Kazimir Walishevskining 1893-yilda Parijda fransuz tilida Yekaterina II imperatrisa nomli asarlari chop qilingan. Bu asarlar 1912-yilda esa Moskvada ham rus tilida nashrdan chiqqan. Kazimir Walishevskining o'sha fransuz tilidagi Yekaterina asarida diqqat qiling, imperatritsani erkaklarga, umuman olganda insonlarga qanoat qilmay, hayvonlar bilan jinsiy aloqa qila boshlagani va aynan uning ot bilan jinsiy aloqa qilgandan so'ng ichki organlari qayta tiklanmaydigan darajada jarohat olib, itlarcha o'lim topgani yozilgan. Polshalik tarixchi Kazimir Walishevskining nomi xuddi shu biz keltirgan ma'lumotlar qayd qilingan asaridan keyin butun Yevropada mashhur bo'lib ketadi. Kazimir Walishevskining yozishiga ko'ra, Yekaterina Peterburgda maxsus o'zining shaytoniy jinsiy o'yinlari uchun Tsarskoye Seloda Gatchina qasrida bir xona qurdiradi. Bu xonaga Yekaterina II o'zining hamma o'ynashlarini ham olib borgan emas. Kazimir Walishevski yozganlariga ishonadigan bo'lsak, u yerga kirib imperatrisa bilan yostiq otishgan eng so'nggi kishi bu 22 yoshli Platon Zubov hisoblanadi. Platon Zubov bilan yotoqxonada yurishni boshlaganda esa Rossiya imperatritsasi Yekaterina II 60 yoshda bo'lgan. Shu kunga qadar rus vatanparvar tarixchilari bizning malikamiz unday emas, bunday xonaning o'zi bo'lgan emas deb butun dunyoni ishontirish uchun yuzlab asarlar yozganiga qaramay, haligi ishqiy o'yinlar uchun maxsus barpo qilingan xonaning borligi 2017-yilda fakti bilan isbotlandi. Sababi o'sha yili aniq sanalarda 2017-yilning 6-iyun kuni dunyoga mashhur Sotheby's auksionida Yekaterina ikkinchining haligi xonasidagi, e'tibor bering, faqat erkaklar va ayollarning jinsiy a'zolari aks ettirilib, o'yib ishlangan naqshli stol sotuvga qo'yiladi va u juda qimmat narxda shunday narsalarning kolleksioneri tomonidan sotib olinadi. Kazimir Walishevskining asaridagi Yekaterinaning ot o'yini ham aynan mana shu xonada yuz bergan. Kamerdiner, ya'ni xizmatkor Tulpinni Yekaterina II o'z yotog'ida jon berdi degan gap to'g'ri. Biroq Yevropalik va Amerikalik tarixchilarning fikriga ko'ra, Kamerdiner Tulpinning boshida aytgan gaplari tarixiy qo'lyozmalarda o'zgartirilgan. Ya'ni u ot bilan bo'lgan "sen kuchlimi yoki menmi" bellashuvdan keyin faqatgina o'lish uchungina yotog'iga bir necha kishi yordamida ko'tarib yotqizilgan. Kamerdinerni bu paytda unga shifokor Rojersonni ko'rsatgan yordamlari natija bermadi degani ham to'g'ri. Negaki shifokor Rojerson Yekaterina II ichki organlarini ot o'yinidan keyin ko'rib qayta tiklanmasligiga va qonni to'xtatib bo'lmasligiga 1000% ishonch hosil qilgan. Xuddi mana shuning uchun ham Yekaterina II yotog'iga ko'tarib o'tkazilgandan so'ng darhol imperatrisaning o'g'li Pavelga "Onang narigi dunyoga chipta oldi, tez yetib kel" deb maktub yuborishgan. Bu masalaning, ya'ni Yekaterina II o'limidagi otni roliga ruslardan boshqa barcha mamlakat tarixchilarining ishonishiga bir fakt bor. Buni inkor ham qilib bo'lmaydi. Ruslarga tegib o'tadigan joyi bo'lmasa ham asli nemis bo'lgan Yekaterina bu mamlakatni 34 yil boshqargan va u shu 34 yil ichida hali butun xalqqa va o'sha davr tarixchilariga ma'lum bo'lgan 21 yoki 23 ta erkakni almashtirib ulgurgan. Xo'sh, nima uchun bu erkaklar soni shuncha ko'p? Bu hali ma'lum bo'lgani. Mavzuga xulosa o'rnida esa asli kelib chiqishi nemis bo'lgan rus tarixchisi Aleksandr Briknerning imperatrisa o'limi haqidagi gaplarini keltiramiz. Yekaterinani ot o'ldirdi degan Kazimir Walishevski undan salkam bir asr keyin yashagan va u bu gaplarni Rossiyaning mustamlakasi bo'lgan yurtda, ya'ni Polshada yashagani uchun nafrat bilan yozgan bo'lishi ham mumkin. Lekin nima uchundir o'sha davrning rossiyalik hukmdorlari va tarixchilari Kazimir Walishevskiga raddiya bildirmagan. Yetmaganday uning bu gaplari yozilgan asarlari 1912-yilda Moskvada
ham chop qilingan. Demak, Kazimir Valishevskiy keltirgan imperatrica va ot voqeasida oz bo'lsa-da haqiqat bor. Umid qilamizki, mavzuni Everestga chiqarib bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.